Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Ona tili darsida bizning bugungi darsimiz hozirgi o'zbek adabiy tilining tuzilishi, uzvlari, elementlari, tovushlar tizimi, leksikasi, ya'ni o'sha lug'at tarkibi va grammatik qurilishi haqida siz bilan suhbatlashamiz. Dastavval darsimizni rejalarga bo'lib olamiz. Hurmatli tinglovchilar, o'zbek adabiy tilining asosiy tuzilish unsurlari bilan tanishish. Ikkinchi reja har bir unsurning o'ziga xos xususiyatlarini tushunish. Uchinchi reja tilning mukammal tizim ekanligini anglash. Hurmatli tinglovchilar, o'zbek tili hozirgi o'zbek adabiy tilining tuzilishida, ayniqsa o'sha uzvlarida, elementlarida birinchi bo'lib, o'sha tuzilish unsurlaridan birinchi bo'lib tovushlar tizimi ani yaxlit ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, o'zbek adabiy tilida o'zi tovushlar 30 xil tovush bo'lib, ular unli va undosh tovushlarga bo'linadi. Demak, o'zbek adabiy tilining fonetik tizimi juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'sha nutq tovushlari artikulyatsion o'rniga ko'ra, ma'no farqlash vazifasiga ko'ra turli xil vazifalarni bajarib keladi. Ya'ni bizda fon hisoblangan tovush yaxlit bir tizim sifatida o'zini allofonlarini hosil qiladi. Ya'ni tovushlar tizimida fonetik tizim. Fonetik tizimda biz tovush o'zgarishlarini, bo'g'inning ahamiyatini, urg'u va uning qo'llanilishi, ularning turlari, tovushlarning ma'no farqlash vazifasini, unli tovushlar tasnifi va tavsifini, undosh tovushlar tasnifi va tavsifini siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Keyinchalik darsimiz davomida leksika, ya'ni o'zbek tili leksikasi, lug'at tarkibi. Lug'at tarkibi nimalardan iborat? O'z qatlam, o'zlashma qatlam so'zlarini hosil bo'lishi qanday? Bu bosqichlarni tahlilida bundan tashqari 3-bosqichimiz grammatik qurilish, morfologiya va sintaksis haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, tovushlar tizimi, fonetika. Fonetika so'zi grekcha so'zdan olingan bo'lib, fone tovush, tika quti degan ma'noni anglatadi. Ya'ni tilning tovush tizimini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi fonetika bo'limi hisoblanadi. Fonetika bo'limida o'sha tovushlar tizimini o'rganishda yuqorida aytib o'tib ketganimiz unli tovushlar va undosh tovushlarga bo'linadi. Demak, undosh tovushlarimiz, undosh harflarimiz 23 ta bo'lib, lekin tovushlarga nisbatan farqlanadi. Undosh tovushlar 24 tani tashkil etadi. Ya'ni J va J undoshlari hisobiga harfi bir xil, lekin tovushi ikki xil bo'lganligi uchun, ya'ni usuliga ko'ra, artikulyatsion usuliga ko'ra J tovushi sirg'aluvchi, J tovushi portlovchi tovush sifatida olinganligi uchun harfga nisbatan o'zbek tilida tovushning soni bittaga ko'p hisoblanadi. Xo'p, ana shu unli tovushlar tasnifida dastavval tinglovchilar biz tasnifni o'rganamiz. Ya'ni unli tovushlar tasnifida tilning yotiq holatiga ko'ra yoki og'izning ochilish darajasiga ko'ra, lablarning ishtirokiga ko'ra turlarini tasnif asosida ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu 6 ta asosiy unli tovushdan A, E, I, O, U, O unlilari. Demak, tilning yotiq harakatiga ko'ra, yotiq holatiga ko'ra unli tovushlarni dastlab til oldi va til orqa unlilariga ajratamiz. Yoki ayrim manbalarda til oldi unlisi old qator unli, til orqa unlisi orqa qator unli sifatida e'tirof etiladi. Demak, til oldi unlilarimizga A, I va E unlilari kiradi. Til orqa unlilarimizga O, U, O unlilarini tasnif qilamiz. Ikkinchi usulimiz og'izning ochilish darajasiga ko'ra. Ya'ni og'izning ochilish darajasiga ko'ra unli tovushlar tasnifi 3 xil bo'ladi. Birinchisi yuqori tor unlilar, o'rta keng unlilar va quyi keng unlilar. Yuqori tor unlilarga biz o'sha tilning yuqori qismida hosil bo'lganligi uchun nomlanishidan, qayerda hosil bo'lishiga ko'ra shartli ravishda nomlanadi, hurmatli tinglovchilar. Demak, I va U unlilari yuqori tor unlilar, E va O unlilari o'rta keng unlilar, A va O unlilari quyi keng unlilarni tashkil etadi. Lablarning ishtirokiga ko'ra tasnif qilishimiz tasnifning 3-turi hisoblanadi va bu yerda
tepa va past lablarimizni bir-biriga tegish darajasida emas, balki yuqori va pastki lablarimizni ochilish, uzoqlashish va yaqinlashish darajasiga ko'ra tasnifning nomi shunday nomlangan. Ya'ni lablangan unlilar, lablanmagan unlilar va oraliq holatdagi unlilarga bo'linadi. Lablangan unlilarimizga U va O unlisi kiradi. Lablanmagan unlilarimizga A, I, E unlisi kiradi va oraliq holatdagi unliga O unlisi kiradi. Izoh sifatida shuni aytib o'tishimiz kerakki, O unlisi lablangan unliga ham, lablanmagan unliga ham kirmaganligi uchun oraliq holatdagi unli sifatida e'tirof etiladi. Mana bu, hurmatli tinglovchilar, tasnif. Tasnif asosida har bir unli tovushni tavsif qilamiz. Ya'ni olaylik, misol sifatida A unlisini oladigan bo'lsak, tilning yotiq holatiga ko'ra til oldi unlisi, og'izning ochilish darajasiga ko'ra o'rta keng unli va lablarning ishtirokiga ko'ra til lablanmagan unliga kiradi. Yoki O unlisi. Tilning yotiq holatiga ko'ra orqa qator unli, og'izning ochilish darajasiga ko'ra quyi keng unli va lablarning ishtirokiga ko'ra oraliq holatdagi unliga bo'linadi. Ana shunday tarzda tasnif asosida unli tovushlar tavsif qilinadi. Undosh tovushlar. Undosh tovushlar, demak, unli tovushlarga nisbatan ko'proq bo'lganligi uchun tasnifni yodlab olishimiz yoki e'tiborni qaratishimiz juda ham muhim hisoblanadi. Soni ko'pligi hisobiga undosh tovushlarimiz, demak, 3 xil tasnif qilinadi. Undosh tovushlar ham artikulatsiya o'rniga ko'ra, artikulatsiya usuliga ko'ra va ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra. Artikulatsiya o'rniga ko'ra undosh tovushlar dastlab 3 ga bo'linadi. Lab undoshlari, til undoshlari, bo'g'iz undoshi. Lab undoshlariga B, P, M, V, F undoshlari kiradi. O'sha 5 ta yuqorida aytgan lab undoshlarimiz ham o'z navbatida ichida 2 guruhga bo'linib ketadi. Lab undoshlari, lab tish undoshlari. Faqat labda hosil bo'ladigan undoshlarimiz bularning ichida 3 ta. B undoshi, P undoshi va M undoshi. Lab tish undoshlarimiz esa lab va tishda hosil bo'lganligi uchun lab tish undoshi deb shartli nom berilgan. Lab tish undoshlarimizga 2 ta undoshimiz V va F undoshlari kiradi. Shuni e'tirof etishimiz kerakki, hurmatli tinglovchilar, F undoshi arab fors tili ta'sirida paydo bo'lgan. Xo'p, ikkinchi artikulatsiya o'rniga ko'ra ikkinchi guruh undoshlarimiz bu til undoshlari. Til undoshlari faqat og'iz bo'shlig'i jihatdan til faol ishtirok etganligi uchun til undoshlari deyiladi. Demak, til undoshlari 4 guruhga bo'linadi. Birinchisi til oldi undoshlari, ikkinchisi til o'rta undoshlari, uchinchisi til orqa undoshlari. Ayrim darsliklarda til orqa undoshimiz sayoz til orqa undoshi ham deyiladi. To'rtinchisi chuqur til orqa undoshlari. Til oldi undoshlari faqat tilning old qismida hosil bo'ladi va til oldi undoshlariga D, T, Z, S, J, Ch, J, Sh, N, L, R undoshlari til oldi undoshlariga kiradi. Til o'rta undoshi palatal undosh ham deyiladi. Ikkinchi nomi, til o'rta undoshimizga bitta undosh, Y undoshi kiradi. Til orqa undoshi, ya'ni sayoz til orqa undoshi G, K, N undoshi hisoblanadi. Oxirgi turi chuqur til orqa undoshi Q, G, H undoshi hisoblanadi. Va ikkinchi artikulatsiya o'rniga ko'ra ikkinchi turi til undoshlarini ko'rib chiqdik. Endi oxirgi 3-chi turi bu demak bo'g'iz undoshi hisoblanadi tinglovchilar. Bo'g'iz undoshi demak H undoshi hisoblanadi va bo'g'iz undoshi ayrim manbalarda faringal undosh ham deyiladi. Demak, xulosa chiqaramiz tinglovchilar. Artikulatsiya o'rniga ko'ra lab undoshlari, til undoshlari va bo'g'iz undoshlariga bo'lib o'rganamiz. Endi undosh tovushlarining ikkinchi tasnifiga o'tamiz. Ikkinchi tasnifi bu artikulatsiya usuliga ko'ra, ya'ni hosil bo'lish usuliga ko'ra. Undosh tovushlarimiz 3 ga bo'linadi. Portlovchilar, sirg'aluvchilar, qorishiqlar. Portlovchi undoshlarimiz demak B, P, D, T, G, K, J va Q, M, N, N undoshlari portlovchi undoshlar hisoblanadi. Sirg'aluvchi undoshlar esa V, F,
z, s, gh, h, demak, j, sh va l, r undoshlarimiz va y undoshimiz sirg'aluvchi undoshlarga kiradi. Shuningdek, bo'g'iz undoshi hisoblangan h undoshi ham sirg'aluvchi undoshga kiradi. E'tibor bering. Chuqur tillarqa undoshi h ham, bo'g'iz undoshi h ham artikulatsiya usuliga ko'ra aynan bitta guruhda tashkil etadi. Artikulatsiya usuliga ko'ra sirg'aluvchi undoshlar guruhi safida bo'ladi. Va artikulatsiya usuliga ko'ra oxirgi turi bu qorshiqlar hisoblanadi. Qorshiq undoshlarimiz bu ch undoshi hisoblanadi. Demak, xulosa chiqaramiz, hurmatli tinglovchilar. Artikulatsiya usuliga ko'ra 3 guruhga bo'lib oldik: portlovchilar, sirg'aluvchilar va qorshiqlar. Va oxirgi tasnifimiz undoshlar bo'yicha ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra. Ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra undosh tovushlar dastlab ikkiga bo'linadi: shovqinlilar va ovozdorlar. Shuni e'tiborga olishimiz kerakki, har bir nom qo'yilayotganda ularning bajaradigan vazifasiga ko'ra e'tiborga olinib nom qo'yiladi. Shovqinlilarda ovozga nisbatan shovqin kuchliroq bo'ladi. Ovozdorlarda esa shovqinga nisbatan ovoz kuchli bo'ladi. Ya'ni ular faqat ovozdan iborat bo'ladi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Unli tovushlar qoidasini o'rganganimizda unli tovushlarimiz faqatgina ovozdan iborat bo'ladi. Undosh tovushlarimiz esa faqatgina ovoz va shovqindan iborat bo'ladi. Endi nima uchun ovozdorlarda faqat ovozdan iborat bo'ladi degan qoida ketyapti deganimizda, demak, undosh tovushlarda faqat ovoz emas, shovqin ham bo'ladi. Endi ovozdorlar deb atagan sababi, ovozdorlarda shovqinga nisbatan ovozni foizi, koeffitsiyenti yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni shovqinga nisbatan ovoz kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun shartli nom bilan ovozdorlar deb atashadi. Shuningdek, ovozdorlarimiz ikkinchi nom bilan sonor undoshlar ham deyiladi. Endi shovqinli undoshlarimiz dastlab iki guruhga bo'linadi: jarangli undoshlar, jarangsiz undoshlar. O'zbek tilida jarangli undoshlar jami 14 ta. Demak, jarangli undoshlarimiz b, d, g, j, v, gh, z, j, y, m, n, n, l, r undoshlarimiz jarangli undoshlar hisoblanadi. Jarangsiz undoshlar esa o'zbek tilida 10 ta. P, T, K, Q, S, Sh, Ch, F, H, H undoshlari jarangsiz undoshlarni tashkil etadi. Endi bu shovqinlilar guruhi. Shovqinlilarni o'zi ikkitaga ajratib oldik: jarangli va jarangsiz. Endi ovozdorlar. Ovozdorlar sonorlar ham deyiladi. Ovozdorlar jami 5 ta o'zbek tilida: m, n, n, l, r undoshlari hisoblanadi. Shulardan m, n, n undoshi burun tovush hisoblanadi, l undoshi yon tovush hisoblanadi, r undoshi titroq undosh hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, demak, biz xulosa qilamiz. Undosh tovushlar tasnifini ham ko'rib chiqdik va o'sha undosh tovushlar tasnifi asosida har bir undosh tovushni tavsif qilishimiz mumkin. Ya'ni, olaylik, b undoshini oladigan bo'lsak, artikulatsiya o'rniga ko'ra lab-lab undoshi, artikulatsiya usuliga ko'ra jarangli, ovoz shovqinning ishtirokiga ko'ra, artikulatsiya usuliga ko'ra portlovchi, ovoz shovqinning ishtirokiga ko'ra jarangli undoshni tashkil etadi. Yoki gh undoshi artikulatsiya o'rniga ko'ra chuqur tilorqa, artikulatsiya usuliga ko'ra sirg'aluvchi, ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra jarangli undoshni tashkil etadi. Xuddi shunday qolgan undosh tovushlarni ham tasnif asosida tavsif qilib olsak maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Demak, hurmatli tinglovchilar, o'zbek tilining tovushlar tizimida aynan biz unli va undosh tovushlar tasnifini va tavsifini ko'rib chiqdik. Bundan tashqari, o'zbek tilining tovush tizimida yuqorida aytib o'tganim tovush o'zgarishlari, bo'g'in va uning ahamiyati, qo'llanilishi, urg'u va uning ahamiyati ham albatta fonetika bo'limida o'rganiladi. Tovush o'zgarishlari fanda, oliy ta'lim tizimida kombinator pozitsion o'zgarishlar deb ham ataladi. O'sha kombinator pozitsion o'zgarishlarimiz, demak, tovush o'zgarishlari o'zbek tilida jami o'zi 8 ta turi mavjud. Shulardan eng asosiylarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, tovush almashinuvi, tovush tushishi va tovush orttirilishi hodisalari hisoblanadi. Va
tovush o'zgarishlarida o'sha tovush almashinuvi, tovush orttirilishi, tovush tushishi og'zaki va yozma nutqda ham kuzatilishi mumkin. Masalan, qayir so'ziga il nisbat qo'shimchasini qo'shganimizda asos tarkibida ikkinchi bo'g'indagi i tovush tushib qoladi va yozma nutqda ham bu aks etadi. Yoki tovush tushishida men, sen kishilik olmoshlariga ning qaratqich kelishiga yoki ni tushum kelishiga yoki niki o'zbek tilidagi qarashlik qo'shimchasi qo'shilganda asos tarkibidagi men, sen so'zi tarkibidagi n undoshi tushirilib qoladi va bu yozma nutqda aks etadi. Yozuvda ham bitta n undoshini tushirib qoldiramiz. Bundan tashqari, sonlardan 2, 6, 7 so'zlariga jamlovchi son hosil qiluvchi qo'shimchalar qo'shganimizda, olaylik jamlovchi son hosil qiluvchi qo'shimchalarimiz ov, ala, ovlon qo'shimchalari qo'shilganda, demak, asos tarkibidagi 2, 6, 7 so'zlar tarkibidagi oxirgi unli tovushimiz i unlisi tushirib qoldiriladi va qo'shimchalar qo'shiladi. Bu holat yozuvda ham aks ettiriladi. Tovush almashinishi. Tovush almashinishi unli tovushlarda ham, undosh tovushlarda ham kuzatiladi. Demak, tovush almashinishida olaylik k undoshi bilan tugagan so'zlarga egalik qo'shimchalari qo'shilganda k undoshi g undoshiga o'zgaradi. Masalan, yurak leksemasiga 3-shaxs birlikdagi i egalik qo'shimchasi qo'shilganda k yurak so'zidagi k undoshi g undoshiga almashadi va bu yozuvda ham aks etadi. Yoki tilak so'ziga 1-shaxs birlikdagi im egalik qo'shimchasi qo'shilganda k undoshi g undoshiga almashadi. Tilakim emas, tilagim tarzida almashadi va yozuvda ham adabiy me'yor sifatida olinadi. Hurmatli tinglovchilar, har bitta so'zda, o'zbek tilidagi hamma so'zda ham k undoshi g ga, q undoshi g ga o'zgaravermaydi. Bundan mustasno holatdagi so'zlarimiz ham mavjud. Masalan, chok, idrok, ishtirok so'zlarida egalik qo'shimchalarida ma'lum bir qismni qo'shganimizda ham asosdagi k undoshi g undoshiga o'zgarmaydi. Ya'ni k undoshligicha qoladi. Masalan, chok, choki, ishtirok, ishtiroki tarzida bo'ladi. Va q undoshi g undoshiga o'zgarmagan holatdagi so'zlarimiz huquq, ravnaq kabi so'zlarida egalik qo'shimchalaridan xohlagan har xil variantini qo'shib ko'rganimizda ham q undoshi g undoshiga o'zgarmaydi. Demak, o'zgarmaydigan so'zlarimiz ham bor. Bularni alohida e'tirof etib o'tishimiz lozim. Endi tovush almashinishi nafaqat undoshlar bilan, balki unli tovushlar bilan ham chambarchas bog'liq hisoblanadi. Tovush almashinishi ong, mavhum otga la fe'l yasovchi qo'shimcha qo'shilganda asosdagi o unlisi a unlisiga almashadi. Ong plus la teng angla. Yoki ot plus a teng ata. Yoki son plus a teng sana. Demak, yuqoridagi 3 ta misolimizda o unlisi a unlisiga almashib kelgan va adabiy me'yor sifatida yozuvda ham shunday ifodalanadi. Endi teskarisi bo'lishi mumkin, hurmatli tinglovchilar. Asosda a bo'la turib, qo'shimcha qo'shilganda a oga almashinishi mumkin. Masalan, tara fe'liga q ot yasovchi qo'shimcha qo'shilganda taroq a oga almashyapti. So'ra fe'liga v ot yasovchi qo'shimcha qo'shilganda so'rov yoki so'roq tarzida a oga almashadi. Bundan tashqari i unlisi u ga almashishi mumkin. O'qi leksemasiga vichi qo'shimchasi qo'shilganda o'quvchi emas, o'quvchi bo'ladi. Demak, bu so'zimizda i u ga almashingan. Yoki to'qi leksemasiga v qo'shimchasi qo'shilganda to'qiv emas, to'quv bo'ladi. Demak, bu yerda fonetik hodisani kuzatilishiga duch kelishimiz mumkin. Bundan tashqari, bitta so'zga ketma-ket ikki xil egalik qo'shimchasi ketma-ket qo'shilishi mumkin. Masalan, singil plus i plus si, ya'ni singlisi. Bunda i egalik qo'shimchasi qo'shilganda singil so'zidagi ikkinchi bo'g'indagi i unlisi tushirilib qoldiriladi. Singli bo'ladi va keyin si egalik qo'shimchasini qo'shamiz. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, tovush orttirilishi. Tovush orttirilishi og'zaki nutqda ham, yozma nutqda ham kuzatilishi mumkin. Tovush orttirilishi demak, bu n undoshi orttirilishi mumkin. Masalan, olaylik u, bu, shu, o'sha olmoshlariga ga jo'nalish, da o'rinpayt, dan chiqish, day o'xshatish qo'shimchasi
cha qo'shimchalari qo'shilganda, demak, asos bilan qo'shimcha qo'shilgandan keyin asosdan keyin bitta n tovushi orttiriladi. U ga emas, unga. O'sha day emas, o'shanday. Shu cha emas, shuncha tarzda ifodalanadi. Bu adabiy me'yor sifatida yozma nutqda ham ifodalanadi. Demak, tovush orttirilishi nafaqat yozma nutqda, balki og'zaki talaffuzda ham orttirilishi mumkin. Masalan, olaylik 3, 4 so'zlariga ala qo'shimchasi qo'shilganda uchala, to'rtala tarzda bo'ladi. Lekin yozma nutqda uchala, to'rtala deb yoza olmaymiz. Demak, bu og'zaki nutqda. Yoki og'zaki nutqda stakan, stakan deb talaffuz qilinadi yoki stol, ustol deb talaffuz qilinadi. Ammo bu faqat og'zaki nutqga xos. Yozma nutqda bu aks etmaydi. Hurmatli tinglovchilar, tovush o'zgarishlaridan tovush orttirilishiga atroflicha to'xtalishga harakat qildik. Asosan hozir 3 ta turi haqida gaplashdik. Keyingi darslarimizda tovush o'zgarishlarining qolgan boshqa qo'shimcha turlari haqida ma'lumot beramiz va leksik qatlami, o'zbek tilining qurilishidan, elementlaridan leksik qatlam va grammatik qatlamga keyingi darslarimizda atroflicha to'xtalib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.